Instagramda Reels'lardagi prosmotrlar sonini yashirishni o'rganamiz. Ko'rib turibsiz, Reels'larda raqamlar bor. Shularni ko'rinmaydigan qilamiz. Buning uchun menyuga o'tamiz. Ya'ni nastroykaga pastga tushamiz. Mana bu yerda For Professionals bo'limi bor. E'tibor bering, meni profilim biznes profil, oddiy profil emas. Bu yerdan esa Creator Tools and Controls ga o'tamiz. Endi tepadan 5-bo'limga o'tamiz. View Counts on Profile ga. Bu yerdan Hide View Counts ni yoqib qo'yamiz va videomizdagi prosmotrlar soni yashiriladi. Mana ko'rib turibsiz. Videomizda prosmotrlar soni yo'q. E'tibor bering, videoda profilim biznes profil turibdi, oddiy profil emas. Shunga e'tibor bering. Sizda ham biznes profil bo'lsa, xuddi shunaqa ketma-ketligida bajariladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Do'stlaringizga esa ulashib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha